biznes uchun yo'lni bo'yidan joy qidirayotgan mijozlarimiz uchun juda ham zo'r taklif. Yo'lni bo'yidan 3,7 sotixlik hovli uyimiz sotuvga qo'yilmoqda. Narxi va lokatsiyasi videoni oxirida aytamiz. Hozir sizlar bilan hovlimizni obzorini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu tomonda mana kirganimizda darvozaxonadan kirganimizda chap tomonda bitta mehmonxona spalniy bilan joylashgan. Hovlimizda kirganimizda chap tomondagi qismida yo'qda mana zal qismi va bu tomonda mana spalniy joylashgan. Ko'rib turganingizdek va parovoy отоплениялар qilingan. Bizda batareyalari ham mavjud. Va bu tomonda ham bitta 7 metrlik zal va spalniy mavjud. Xonadonimizni ma'lum bir sabablarga ko'ra bu tomonga kira olmadik. Bu yog'imizni hozir ko'rsatib chiqamiz. Va bu tomonda hovlimiz kuxnyasi joylashgan, ya'ni oshxonasi joylashgan hovlimizni ko'rib turganimizdek baland so'rilari bilan bu yerda hammom, bu tomonda mana sanuzil alohida joylashgan, yana bitta sanuzil joylashgan. Bu tomonda mana kladovkamiz bor. Hovlimizni kladovkasi. Mana bu yerda mana hovlimizni ozgina огород qismi mavjud. Asosan bitta biznes uchun juda ham zo'r joyda joylashgan hovli uyimiz. Bemalol olib istagan biznesimizni yo'lga qo'yishimiz mumkin. Xo'p, hovli uyimizning lokatsiyasiga kelsak, lokatsiyamiz Farg'ona shahar Vatniy 5-maktabning shundoqqina oldida, yo'lni bo'yida joylashgan. Narxi 65 ming AQSh dollari deyishyapti, ya'ni kelishtirib berishar ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, quyidagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib, kelib birgalikda uyni ko'rsatamiz.